Diqqat! Barcha o'zbek fuqarolari tayyor turing. Umra ziyorati to'xtatildi. Makka va Madina xavf ostida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erondagi urush sabab O'zbekiston samolyotlari ortga qaytmoqda. Ayni paytda Erondagi urush sabab O'zbekiston parvoz qilgan samolyotlar ortga qaytdi. Bu haqida O'zbekiston Airports xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Eron va Isroil havo hududlarining yopilishi sabab bir nechta aviareyslar aeroportlariga qaytishga majbur bo'lgan, xususan 5 ta reys ortga qaytgan. Andijon Madina yo'nalishida uchgan 7Q4461 Fly-on Asia reysi Andijon aeroportiga, Madina Toshkent yo'nalishida uchgan 7Q4461 Fly-on Asia reysi Madina aeroportiga, Toshkent Dubay yo'nalishidagi 901 Qanot Sharq reysi Toshkent aeroportiga, Madina Andijon yo'nalishida uchgan Fly-Xiva samolyoti Madina aeroportiga, Jidda Toshkent yo'nalishida uchgan Air Samarqand samolyoti Jidda aeroportiga qaytishga majbur bo'lgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkentdan Dubayga yo'l olgan Qanot Sharq aviakompaniyasiga tegishli samolyot Eron osmoni yopilganligi sababli ortga qaytishga majbur bo'lgani haqida xabar berilgan edi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.